Aziz yurtdoshlar, yana bitta narsani aytishdi. Unutib yuribman. Mana bu salafanni nima uchun yoqib qo'yganimizni endi ko'pchilik yaxshi biladi, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Shuning uchun shuni ham aytib ketay. Bu salafanni yoyishdan maqsad tagiga o't bosib ketmaydi. Shu uchun maqsad. Ko'p mehnat bo'lmaydi. Ozgina nima qilasizda. Ham bu shlanka bilan sug'oriladi, tomchilab sug'orish. Mana bitta har qatorga bittadan shunday shlanka qo'yiladi. Bu shlankaga hovuzdan motor tortib beradi. Suvni, dorini shu hovuzga qo'shamiz. Shu yoqdan dorisini ham beramiz. Suvni ham shu yoqdan beriladi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz aziz yurtdoshlar, tarqatib. Qanday biznes qilishni bilmayotgan akalar bo'lishi mumkin, ukalar bo'lishi mumkin, shularga tavsiya qilamiz. Endi yozni kuni Teplissadan uncha daromad bo'lmasligi mumkin, lekin shu ertaroq yanvar oylarida kimda sharoit bo'lsa, ekib boshlashi mumkin. Bu ertalab bahorda ham bahosi yaxshi bo'ladi. Kuzda ham yangi yilga ham chiqarsa bo'ladi. Mana juda ham ajoyib. Hammaga rahmat. Like bosib obuna bo'lib qo'yamiz.